Mana xotin telefonim o'sha. Telegramda ham, Instagramda ham kod yo'q. Bemalol kavlab. Dadasi telefoningizni yaqinlashtirmadingiz, nimaga beryapsiz? 15-maydan shunaqa bo'lib qoldi. Hamma erkak xotiniga telefonni ochib beryapti. Men ham ulardan kamim yo'q. Bemalol kavlab. Zo'ru. Voy. Birorta ham aybi yo'q-a? Oshxonadan chiq xotin. Restoranga borib o'tiramiz. Qimmat restoranda xotinimni aylantirib maza qilib o'tiraman. Yur ketdik. Voy, tinchlikmi dadasi? G'alati qilyapsiz odammi? 15-maydan shunaqa bo'lib qoldi deyapman-ku. Hamma erkak O'zbekistonda xotinini restoranga borib o'tiribdi. Seni qayering kam? Meni qayering kam u erkaklardan? Ketdik yur. May Ibram yo'q-diye menga. Hozir. Mana xotin plastigim, ichida 10 million pul bor. Kodi 1978. Oyligim tushdi o'sha. Men 1 millionni premiya qilib berishdi. Bu ham senga. Ol hammasi senga. Voy, hozir shaytonlab qolaman. Nimaga hammasini beryapsiz? 15-mayda hamma erkaklar oyligini ham olib kelib beryapti. Men ham ulardan kamim yo'q. Senga shu. Voy, may oyidan o'rgilay dadasi. Haligi bunga xaladelik olaylik. Xaladelikni o'zim olib beraman senga. Yur, yur. Mana xotin xohlagan mashinani tanla. Biz xaladelik olgani kelganmiz, u mashina emas. Mashinani tanlaver, xaladelik ham bo'ladi. Qanaqasiga? Kia Sonet Black Edition muborak bo'lsin xotinman. Hazillashmang, shaytonlab qolaman a. Shaytonlama, mana sharmanda qilma odamlar turibdi. Ol. Senga mashina, qalay, mana. Qalay. Voy, rahmat dadasi. Bilasanmi endi? Haligi xaladelik qachon berasiz? Xaladelik yeysan sen. Mana ko'rib turibsan-ku, mana shu yerda Kia Andijondan Kia'ni xohlagan mashinasini olib chiqsang, mana shu xaladelik bo'ladi. Umra safariga 2 kishilik, Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik, Dubayga 2 kishilik. Undan tashqari 30 dan ortiq sovg'alar o'ynaladi. 30-avgust kuni Latatronga tashlaganlar ichidan bitta chiqib qoladi. Omadli bo'lsang, xaladelikdan olib ketasan. Tushundingmi? Bu ham 15-maydami? Yo, bu 1-maydan boshlangan xotin. Hurmatli ayollar, sizlarning ham eringlar may ichi o'zgarib qolganmi? Kommentga yozib yuboringlar yoki rasm tashlab yuboringlar.